Assalomu alaykum. James Cameron yana bizni Pandoraga chorlaydi. Ammo bu safar na okean to'lqinlari, na rang-barang o'rmonlar bor. Bu safar olov bor va kul bor. Afsonaviy Avatar franshizasining 3-qismi olov va kul nihoyat katta ekranlarga chiqdi va u misli ko'rilmagan bosim ostida qoldi. Chunki bu safar xavf ostida faqat pul yoki rejissyor obro'si emas, xavf ostida butun saga yakuni turdi. Biz filmni tomosha qildik va rostini aytsam, kutilmagan taassurot qoldirdi. Shu sabab bugun sizlar bilan to'liq, ammo spoilersiz muhokama qilamiz. James Cameron yana o'zini yenga oldimi yoki takrorlanishlar nihoyat Avatar olamining poydevorini yemira boshladimi? Nega dastlab bu shoh asar degan hayqiriqlar tez orada ehtiyotkorona shubhalarga almashdi? Pandora o'z sehrini yo'qotdimi va eng muhimi 3-Avatar kinoteatrga borishga arziydimi? Film atrofidagi voqealar juda qiziq boshlandi. Rasmiy premyeradan bir necha hafta oldin yopiq namoyishlarga kirgan tanqidchilar filmni osmonga ko'tardi. Vizual g'alaba, yilning eng hissiyotli sarguzashti, kinematografiya cho'qqisi, bunday baholar birin-ketin yog'ildi. Go'yo Cameron yana o'zining sevimli fokusini qilgandek edi. Shubhalanuvchilar jim bo'lishi kerak edi. Ammo embargo olib tashlangach, manzara butunlay boshqacha bo'lib chiqdi. Yirik reyting platformalarida film bahosi taxminan 70% da to'xtadi. Bu esa Avatar tarixidagi eng past natija. Ko'p rejissyorlar uchun bu muvaffaqiyat, ammo Cameron uchun bu ogohlantiruvchi signal. Asosiy tanqid bitta: film ikkilamchi tuyuladi. Ko'plab nashrlar ochiq aytmoqda. Olov va kul bu aslida suv yo'lining qizil rangga bo'yalgan versiyasi. Xuddi o'sha mojarolar, xuddi o'sha oilaviy drama, xuddi o'sha quvlashlar. Faqat bu safar vulqonlar fonida. Va ochig'ini aytsam, men bunga qisman qo'shilaman. To'liq emas albatta. Cameron syujet yoylarini rivojlantirishga harakat qilgan. Yangi qahramonlar bor, ayniqsa Varang. Uni Chaplin ijrosidagi murakkab va sovuqqona obraz. Ammo global miqyosga qarasak, film yana o'sha bitta asosiy konflikt atrofida aylanadi. Lekin bu faqat 3-qism muammosimi? Yo'q. Ikkinchi Avatar ham birinchisining aks sadosi edi, shunchaki suv ostida. Demak, bu savol butun franshizaga taalluq. Endi texnik tomonga o'taylik va bu yerda bahs yo'q. Cameron hanuz novator. 48 fps kadr chastotasi mukammallashtirilgan 3D tasvir nihoyatda chuqur va tirik. 2022-yildagi suv yo'li bilan solishtirganda ham sezilarli o'sish bor. Bu borada rejissyorga da'vo yo'q. U hali ham chegaralarni kengaytirmoqda. Syujetga qaytsak, spoilersiz aytamiz. Filmning eng katta yangiligi kul xalqi, ya'ni Mangavan klani. Bu biz bilgan Navilar emas. Bu shafqatsiz, pragmatik va faol vulqonlar soyasida yashaydigan xalq. Ularning yetakchisi Varang va u ehtimol 3-qismdagi eng chuqur antagonist. Uning motivlari oddiy emas, pul yoki hokimiyat emas, undan ham murakkabroq. U Kvorich bilan ittifoq tuzadi. Kvorich esa bu filmda Avatar tanasiga to'liq moslashib boradi. Ammo bu yerda to'xtaymiz, spoilersiz qo'ya qolamiz. Qiziq jihat shundaki, bu filmda o'rgimchak kutilmaganda markaziyroq obrazga aylanadi. U endi ikki dunyo o'rtasida ko'prik va uning ichki kurashi olov va kuldagi eng kuchli, eng yangi yo'nalishlardan biri. Ammo kamchilik bor. Ba'zi joylarda temp pasayadi. Film juda uzun. 197 daqiqa bu hamma uchun ham emas. Ayrim sahnalar cho'zilib ketadi. Yangi qabilalarning kundalik hayoti ba'zida tomoshabinni zeriktiradi. Ammo action boshlanganda Cameron yana o'z kuchini ko'rsatadi. Finaldagi janglar miqyosi shunchaki aql bovar qilmas darajada. Hatto aytish mumkinki, bu 3 qism ichidagi eng epik final. Xulosa qilib aytsam, Avatar 3 o'z puliga arziydi. Bu film birinchi qismdagi wow effektini qaytara olmaydi. Buni tan olish kerak. Ammo u baribir nafaqat 2025-yilning, balki so'nggi bir necha yilning eng tomoshabob kinolaridan biri. Tomoshadan keyin afsuslanmaysiz, ammo hozir eng katta savol kassa. 400 millionlik byudjet, yana kamida 200 million marketing. Film to'liq o'zini oqlash uchun 2 milliard dollar yig'ish kerak. Cameron ochiq aytgan. Agar bu raqam bo'lmasa, loyiha yopilishi mumkin. 4 va 5-qismlar chiqmasligi ham mumkin. Shu sabab hozir Pandora taqdiri tanqidchilarda emas, balki oddiy tomoshabinlar qo'lida. Agar Cameron sehrini yana ishga sola olsa, bizni ulkan final kutadi. Aks holda olov va kul tarixdagi eng so'nggi Avatar bo'lib qoladi va rostini aytganda u bunga munosib yakun bo'la oladi.